Hey yo, assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Lochin Gaming. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan yana xursandman. Bu safar endi yangi kanalimizda o'tib videoga obuna bo'lib, like bosib, obuna bo'lib, hamma qo'lingizdan kelgancha kommentarlar yozib, nima deydi? Yana qayta kanalimizni rivojlantirishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, yana FC yo'lidan ketamiz. FC'da ko'ryapsizlar, yangi ultimate'lar, yangi anavi Xabi Alonsoni. Astagfirullah. Nima edi? Steven Gerrardni mana ko'rib turibsiz aziz do'stlar. Hozir korotchi nima qilamiz? Olverimiz har doimgidek hammadan orqada klubimizni 112 dan 113 ga ko'tarishga harakat qilamiz. Ko'ttimizni berib bo'lsa ham harakat qilamiz aziz do'stlar. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman do'stlar. Telegram kanalimizda konkurens ketyapti. Konkurensda 1000 FC point birinchi o'ringa qo'yilgan. Birinchi o'rinda olsangiz 1000 FC point, ikkinchi o'rinda olsangiz 500 FC point yutib olasiz. 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi o'rinlarda olsangiz 400 FC pointdan olasiz. Qolganlarga esa 280 FC point beraman to 10-chi o'ringacha. Aziz do'stlar, kirib Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimiz video opsiyasida bo'ladi va 3 tagina shart bor, 3 tagina shartini bajarasizlar. Do'stlar, korotchi ko'p vaqt cho'zmayman. Rivojlanishimiz uchun bizni like bilan qo'llab-quvvatlasizlar. Men esa sirraz open packimizni boshlaymiz. Ha, do'stlar, korotchi YouTube kanali haqida, yangi kanal nima bo'ldi, eski kanal nima bo'ldi deyotgan bo'lsalaring, eski kanal korotchi shunchaki endi u kanalda ijod boshqacha bo'ladi. Shuning uchun bu kanalda birgalikda o'ynaymiz aziz do'stlar, hammamiz. Korotchi bizda extra time ham bor, olmasam bor. Extra time ham ochamiz, olmasam ochamiz. Ketdi korotchi. Bepulda ochib olamiz birinchi har doimgidek. 85 Foden konkretni. Aytgancha aziz do'stlar, keyin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kimga arzon FC pointlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib menga yozib yuborsalaringiz, bemalol donat servisimiz bor. Donat servisimizdan bemalol sizlarga FC point olib beramiz. Keyin do'stlar, korotchi bir 3-4 kun YouTube'imizda va donat servisimizda problema bo'ldi. O'shaning uchun hamma obunachilarimizdan, donat qilgan bolalardan uzr so'rab qolamiz. Endi unaqa problema bo'lmaydi. Donat ham, video ham har kuni bo'ladi endi xulosa. Korotchi Star Pass, Games, FC point kerak bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Bu yerda bizda qiladigan ishimiz yo'q. Korotchi olmosni ochishni boshladik, korotchi. Ketdik. Olamiz. Bola korotchi keyin ana qilamiz. Yana bitta narsa. Nima aytmoqchi edim? Birinchi mana ishlatib olaylik. Mana bu bor ekan, 30 mingimiz bor ekan. Bundan hozir 38 ming bor ekan. Mana shu o'yinchilarga 3 ta tashab ko'raylik birinchi. Keyin extra time, keyin olmoslarga o'tamiz. Korotchi profilimizni kuchaytirishimiz kerak, gaz bosishimiz kerak korotchi. Qani ketdik. U o'yinchi tushdimi deyman normalni. Wo, Italiya. Wo. Milan. Bilaman. Bilgan edim mana shuni. Keyingisi. Necha o'yin tushadi o'ylaysizlar? Yozasizlar kommentariyada. O yana tushdi o'yinchi. Endi normal tushdi yo. Fransiya. Paris нападающий. Brizon Doa. Yana bitta ochamiz. Tak, to'xtanglar, 15 minglik bormi? Agar 15 minglik bo'lsa 15 minglik ochamiz. Yo'q ekan, 10 minglik bor ekan. Ketdi bola, davay. Necha o'yin tushadi? Yozamiz kommentariyaga. Bu yana normal o'yin tushdi yo. Fransiya. Paris Saint-Germain demanglar. Roma Manchester City. Ayla, chekdi. Kimni o'ylabman? Ular qo'rqib ketdim mana. Tak, korotchi bundan chiqib olamiz. Dapamni extra time o'tamiz. Extra time'imiz o'zi kamgina, ba'zi ochib ko'ramiz ba'zi bunda. Extra time'ni ham ochib ko'ramiz. Qancha bor o'zi extra time? 2000 bor, 2 mingtalik ochib ko'raylik, keyin keyin videoni boshlaymiz olmoslar bilan. 7,5 ming olmosdan ochamiz. Bir gali yetimlar tushdi. Hatto komandasiga qarab olishimiz kerak. Yana bir harakat qilamiz.
Ketdik bolalar. Ketdik. Spinazzola. Bizde yoshligimizda ham bor o'sha o'yinchi, hali ham bor ekan. Ketdi bolalar, hozir endi qarshi kulminizatsion Parijeni. Endi hozir Open Pack'ni boshlaymiz. Olmosga 7,5 mingni ikkita ochamiz bo'ldik. Shu bugun yaxshi o'yinchi tushsa agar mana shu videomizga 100 ta like qilamiz qarshi. 100 ta like. Kamida. Bu yerda ko'rdim-ku ketdik olmosga kirardik. Yetti yarım minglik bitta bor. 15 minglik bor, 3 minglik bor. Tak 3 minglikdan bitta ochamiz birinchi. 3 minglikdan bitta ochsak, keyin 7,5 mingdan ochsak 10 ming ketib qoladi. Mana yerda bitta keyin 3 minglikdan ochamiz. Ketdik qarasa. 3 ming. Mana ochaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik qani. Bilan. Haromlar chatda menga borgan. Bundan ko'ra mana ochganim yaxshi edi 15 mingga. 111 shahar. Ketdi bola, qo'llab qo'laymiz, bola, qo'llab qo'laymiz. Necha o'yin tushadi, ko'ramiz. Qani ketdik bola. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib olinglar. Telegram kanalimizda konkurs bo'lyapti va donat servis kerak bo'lsa Telegramdan yozasizlar. Ketdi. Tushdi normal o'yinchi. Argentina. Chichinga. Bennica. Ничего, давай. Chiqamiz. Bolalar qarorcha pul qolmadi umuman, olmos. Mana yerda qarorcha 107, 115 bor ekan qarorcha. Mana shu. Shuni ikkita ochaylik. Hatto balkim kattani 7,5 mingdan tushmagan narsa 2,5 mingdan tushib qoladi. Davay bolalar. Padechkada bo'lamiz. Hatto videoda agar Nasrinam buzilsa, sizlar kommentariyalarda like'lar bilan meni Nasrinamni ko'taringlar. Shuning uchun boshladik qarorcha. Qani bolakay? 1,8. Bilgan edim 1,8 da kuch tushmasin. Yana bitta ochamiz, oxiriga ketdik. Qani bolalar, padechka qilamiz, ketdik. Do'stlar, yesicha hozir videomiz agar yakunlanib qolsa, mana shu paytda nima deydi, agar yaxshi o'yin tushmadi, pashti, ba profilimizni hozir kuchaytirib, yana nastroyga qilib, ekstra time'ni almashtirib, token qilib o'yinchilar olishga harakat qilamiz. Agarda yesicha bo'lmay qolsa, Nasr namozini pastga tushadi. Sizlar Nasrni ham ko'tarish uchun tak kommentariyalar porlatinglar. Bir kishi bitta like bosiladi, bir kishi bir marta videoni ko'radi, lekin kommentariyani 100 ta lab yoziladi. YouTube'da eng yaxshi ko'tarilgan narsa YouTube'da qaysi video mulohazalari ko'p bo'lsa, o'sha videoni ko'taradi. O'shaning uchun kommentariyada millionlab kommentariy yozib tashlaylar. Hamma 2 tadan kommentariy yozsin. 1,8. Ketdi qarotchi beri. Biz Allohga qarotchi bu yetimlar. Bizni yomon aldatdi bratishka. Yomon aldatdi. Ittar kunga yozoq vallahi. Nima qilamiz qarotchi? Sastavga kiramiz. Birinchi o'yinchilar olaydi, naq sastavga. Ekstra time emas, olaydi. Sastav kiramiz. Qaytadan sastavga kiramizda buni to'g'rilaymiz birinchi. Tuzuk o'yinchi tushgan yo'g'on. Yaxshi. 1,8 qoldi hozir. Olamiz bular. Olamiz. Xoylin chiqdi. Xoylinda o'rniga yangi o'yinchi kirdi. Zo'r bo'ldi. 112. 112 qoldi. Hali davom etadi. Hali video tugagan yo'q. Hozir yana ekstra time'lardan qilib bir balo qilib 113 qilish kerak qarchi bu. Toting ekstra time ochamiz undan ko'ra. Bolalar qaror 8 ming ekstra time'imiz bor. Hozir yana pak ochamiz, qarorcha 5 minglikdan ochamiz, normal o'yin tushadi hozir xudo olsa. Ketdi qarorcha. Komandani kuchaytirish kerak qarorcha.
113 qilamiz короче hozir. Baribir o'yinchi tushiraman. Baribir o'yinchi tushiraman hozir. Bo'la endi kira qol endi. Suvni maqtamayman, o'zlaring ko'rib olasizlar. Mana shu FIFAda bir payt mana kirmay qolagan, nimaga kirmay qolaman, hayron qolaman-da. Internet yaxshi bo'lsa, Wi-Fi bo'lsa, mana kompyuterda dovonda o'ynayotgan bo'lsam, bir muammo bo'layotgan bo'lmasa, problem bo'lmasa, xuyet qilaman. Masalan, kompyuterda biron narsasi yetmayapti desa, kompyuterim onasidan sotay, eng zo'r kompyuterlardan biri. Prissa, men tushunmayman marka. Ekstra time'da yana 2 ta o'tsak bo'lar ekan, to'xtaydi. Bizda 8600 bor, shuni hisoblab chiqishimiz kerak. 3 ta o'tsak bo'lar ekan, 1000 so'mlik. Tak. 3 ta o'tsak bitta 5000 ga ocha olar ekanmiz. Ketdik короче. Mana uni 3 ta ochamiz. Bolalar, davay padeshka qilamiz короче. Padeshkada bo'lamiz. Oh, harom tushmadi-ku, yana so'da tushdi. Bu o'ziga o'zi bo'ldi короче. Kuymadik bundan 106, 108 spinatsiyalarni yana 1000 anonga almashtirsak bo'ladi, bemalol. Vah. Mana bitta normal tushdi. Shaderga almashtirib olish kerak bo'lardi. Yana bitta ochamiz. Bundan keyin 5000 ta ochamiz. Qani ketdi, bo'ldi, padeshka qilamiz. Mana yetimni qarada. Hamma joyda shu o'yinchi bor. Nima deyapti bu 2,5 olmasga? Tushmaydi bu yerda o'yinchi. Ketamiz. Bitta chaltyapmiz-da, chaltamiz. 5000 dan bola padeshka qilamiz, 109 dan 115 gacha tushish kerak, 13 gacha tushish kerak. Bola короче padeshka qilamiz. Ketdi. Endi bolakay. Ketdi ko'rdi-da, hamma tarafda. Ketdi ko'rdi, bilasizlarmi? Nima bo'ladi o'zbekchasiga ketdi ko'rdi. Hozir kiramiz yana qaytadan. Mana yetimlar sotib olamiz. Sotib yuboramiz aytgancha, to'g'ri aytaylik. Ketdi bu yerdagilar. Bu yerda o'yinchi qolmadi. Extra time ham o'yinchi qolmadi. Birinchi mana yerdan kirib ovoz kerak, extra time o'yinchidan olacağım. Yoqadi. Tak. Extra time kirib. 150 bo'ldi extra time. Ana shader chalamiz. Extra time yana bo'ldi. Mana turarlik paka. 1000 extra time. Ertaga ham ana FC point ochgan paytimiz extra time desatsang, extra time ni ochib olamiz. Padarka kiringlar, o padarka keldi. Bizga 5000 keldi yo. Hozir 5000 olmasa keldi yo shu. 5000 olmasin bor edi-da. Bolalar короче bundan hozir foydalanishimiz kerak. 6000 bo'ldi. Niprasda o'yin ochishimiz kerak. Tushunasizmi? Niprasda o'yin. Mana yerda tak. 2,5 mingdan ochamiz. Iloji yo'qda, endi 2 marta yana foydalanib ko'ramiz. Iloji yo'q, nima qilaylik? 107 dan 115 gacha deyapti. Qani yetim bitta padeshka qil endi obunachilar uchun. Ya. O'yinchini ko'rsatib qo'ydik, endi nima qilay ko'rsat. Davay obunachilar uchun. Obunachilar uchun ketdi. Bo'lmaydi qarasi bu. Bu bizda AI bu safar ham Allah'da tarkibga kirib, o'yinchilar kuchaytirib 113 qilaman. Atag'im chiqib ketyapti bular. Hey, nima qilyapman ey? Training. After.
O'zi o'yinchimiz ham yo'q. Mana 4 ta o'yinchini almashtirib olamiz. Tak, endi. Bir 113. Kaniforum. To'xtang. Mana bu odamni kuchaytirish kerak. Mana 113 sizga kerak bo'lsa. Bu böyle. Yo, şaşma. Rank up. Endi bu bo'lgan, full bo'lgan. Bu yerda kim yana kuchli? Mana bolakayni kuchaytiramiz. Bu 113 bo'lish kerak aslida. 114 qilib qo'yamiz buni ham. Yana bitta kuchimiz yetsa, yana bitta qilib olamiz. Yo'q, yana bitta kuchimiz yetmas ekan. 250 dan boshlanadi-da, shekilli. Tak, bolalar 113 bo'ldik mana aka. 112 edik hozir kirgan paytimiz. Hozir ham bitta kiraylik chiqadi mana 112 bilan kirgandim-da. Buni olamiz. Buni ham olamiz. Buni ham olamiz. 113. Короче, do'stlar, shu bugun короче o'qildik. 112 profilni 113 qildik. Короче, ko'ryapsizlar, to'g'ri bezanat yangi profil, lekin buni qila oldik aziz do'stlar. Короче, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada xato kamchiliklarimizni yozsangiz, xato kamchiliklarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, bugun ham qandaydir ozgina yangi video olayotganim uchun yangi kanalda sal hayajon bo'lyapti. Shuncha to'g'ri narsa degan umiddaman. Lekin xudo xolasa yana sizlar bilan Lochin Gaming qaytdi FC'da. Sizlar bilan birgaman короче. FC Point kerak bo'lsa donat servisda Telegramdan yozasizlar, opsiyasida bo'ladi. Konkursimizga yana qatnashib qo'yinglar. Konkursimizni bilasizlar. Birinchi o'ringa 1000 FC Point, ikkinchi o'ringa 500 FC Point, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi o'rinlarga 380 FC Pointmi? Da. Yo'q, 400 FC Pointdan qolganlar odamga to 6-chi o'ringa, 10-chi o'ringa 280 FC Pointdan bor. Aziz do'stlar, qariyb 20 daqiqa video olibman. Mehnatimizni qadrlagan holda videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, kommentariyalarda meni yaxshi ko'rishlaringizni yozib qo'yinglar.